Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomizda har bir pensioner uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan bir masalani muhokama qilamiz. Agar siz may oyida o'zingizning pensiya to'lovlaringizni hech qanday uzilishlarsiz, to'liq hajmda olmoqchi bo'lsangiz, u holda aprel oyining oxirigacha amalga oshirishingiz shart bo'lgan 5 ta muhim narsa haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir pensioner uchun, har bir oila uchun juda zarur. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu videoga esa like bosishni unutmang, chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhimdir. Endi esa muammoning mohiyatiga o'taylik. Qadimdan, yana bir necha yillar avval pensiya tizimi qanday ishlardi? Ko'pchilik o'z pensiya pullarini pochta orqali uylariga kelgan pochta xodimlaridan naqd pul shaklida qabul qilar edi. Bu tizim juda oddiy edi, chunki to'g'ridan to'g'ri odam bilan muloqot bo'lar edi va har qanday muammo darhol joyida hal etilar edi. Ba'zi hollarda esa pensiya jamg'armasi yoki bankka borib naqd pul olish mumkin edi. Biroq zamonaviy dunyo o'zgarmoqda, texnologiyalar rivojlanmoqda va davlat xizmatlari ham raqamli tus olmoqda. Pensiya tizimiga ham bir qancha yangiliklar joriy etildi. Bu yangiliklarning asosiy maqsadi to'lovlarni yanada shaffof qilish, byurokratiyani kamaytirish, navbatlarni yo'q qilish va pensiya ta'minotini yanada samarali boshqarish. Ammo bularning barchasi qatorida pensionerlarga qo'yiladigan talablar ham o'zgardi. Endi shunchaki pensiya puli oz-ozdan kelib qolmaydi. Ba'zi bir tekshiruvlar, tasdiqlar va yangilanishlar talab etiladi. Ayniqsa, so'nggi paytlarda pensiya to'lovlarida xatoliklarning oldini olish, olikjonlar muammosini bartaraf etish hamda pensiya summasini to'g'ri hisoblash uchun bir qancha qat'iy qoidalar joriy etildi. Agarda siz bu yangi qoidalarni hisobga olmasangiz va aprel oyining oxirigacha kerakli choralarni ko'rmasangiz, may oyida pensiyangizni ololmaslik xavfi juda yuqori bo'ladi. Pul kartangizga tushmasligi yoki bank hisobingizga o'tmasligi mumkin. Bu esa afsuski hayotiy zarur xarajatlar uchun mo'ljallangan pullardan mahrum bo'lish degani. Shuning uchun keling, endi bu 5 ta muhim qadamni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi narsa. Bank kartangizni yangilash yoki tekshirish shart. Bugungi kunda aksariyat pensionerlar o'z pensiya pullarini bank kartalari orqali olishadi. Bu juda qulay, chunki navbat kutish shart emas. Pulni istalgan vaqtda bankomatdan yechib olish yoki to'g'ridan to'g'ri to'lovlar uchun ishlatish mumkin. Ammo bank kartalarining o'zining yaroqlilik muddati bor. Bu muddat odatda kartaning yuzida ko'rsatiladi. Masalan, 1226 degan yozuv dekabr 2026 yilgacha amal qilishini bildiradi. Ba'zan esa kartaning muddati yaqinlashib qolgan bo'ladi. Masalan, oq 424 kabi yozuv sizning kartangiz aprel 2024 yil oxirigacha amal qilishini anglatadi. Agar sizning kartangizning yaroqlilik muddati aprel oyida tugasa, u holda may oyidan boshlab unga pensiya pullari tushmaydi. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin ko'pchilik bu kichik detallarga e'tibor bermaydi va keyin muammoga duch keladi. Kimlar bunga e'tibor berish kerak? Asosan, kartasi bir necha yildan beri ishlatilayotgan pensionerlar, shuningdek, bank kartasining yaroqlilik muddatini esdan chiqarganlar. Tasavvur qiling, 75 yoshli Oysha momo ertalab do'konga chiqib non olmoqchi bo'ladi. Kartasini o'tkazadi, lekin to'lov o'tmaydi. Bankomatga borib tekshirsa, kartasi bloklangan. Nima uchun? Chunki aprel oyining oxirida uning kartasining muddati tugagan edi. Endi Oysha momo may oyidagi pensiyasini olish uchun yangi karta olish kerak bo'ladi. Bu esa bir necha kun va hatto hafta vaqt olishi mumkin. Bu davrda u pensiyasiz qolishi mumkin. Kimlar bunga xavotir olmasligi kerak? Bank kartasini yaqinda yangilaganlar yoki yaroqlilik muddati uzoq muddatga mo'ljallanganlar. Masalan, agar sizning kartangizning yaroqlilik muddati 425 bo'lsa, demak sizga hozircha xavotirlanishga hojat yo'q. Shuningdek, naqd pul shaklida pochta orqali yoki bank kassasidan oladigan pensionerlar ham bu band bo'yicha xavotirlanmasliklari mumkin. Ikkinchi narsa. Yashash joyini tasdiqlash yoki qayta ro'yxatdan o'tkazish. Davlat bir qancha sabablarga ko'ra pensionerlarning haqiqiy yashash joyini tekshirish kerak. Bunga olikjonlar muammosini hal qilish, pensiya to'lovlarini to'g'ri manzilga yo'naltirish va hatto ba'zi holatlarda qo'shimcha imtiyozlar uchun yashash joyini tasdiqlash kabi holatlar kiradi.
So'nggi paytlarda pensiya jamg'armasi va ichki ishlar organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaytirildi. Agar sizning ro'yxatdan o'tgan manzilingiz, propiskangiz bilan haqiqiy yashash joyingiz bir-biriga mos kelmasa yoki siz ma'lum bir muddatdan ortiq muddatga boshqa manzilda yashayotgan bo'lsangiz, pensiya to'lovlari vaqtinchalik to'xtatilishi mumkin. Bu ayniqsa viloyatlardan shaharlarga farzandlarining qaramogiga qochib kelgan, lekin propiskasini o'zgartirmagan pensionerlar uchun dolzarbdir. Kimlar bunga e'tibor berish kerak? Bir necha yildan beri propiskasi bir joyda qolib, lekin boshqa manzilda yashayotganlar. Yoki uzoq muddatga boshqa shaharga, boshqa mamlakatga, agar bu ruxsat etilgan bo'lsa, ketganlar. Masalan, 80 yoshli Bobur bobo Toshkentda o'g'lining uyida yashaydi, lekin uning propiskasi Farg'onada qolgan. U Farg'ona viloyati pensiya jamg'armasi hisobida turadi. Agar Bobur boboning yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, uning pensiya to'lovlari to'xtatilib, shubhali hisobga olinishi mumkin. Buning oldini olish uchun Bobur bobo aprel oyining oxirigacha Farg'onadagi pensiya jamg'armasiga yoki Toshkentdagi pensiya jamg'armasi filialiga murojaat qilib, o'zining haqiqiy yashash joyi haqida ma'lumot berishi lozim. Ba'zan yashash joyi to'g'risida mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Doimiy propiskasi bo'yicha yashayotganlar, ya'ni ro'yxatdan o'tgan manzili va haqiqiy yashash joyi mos keladiganlar. Ular uchun hech qanday qo'shimcha choralar ko'rish shart emas. Uchinchi narsa. Pensiya turini qayta ko'rib chiqish yoki qo'shimcha hujjatlar topshirish. Ba'zi pensionerlarning hayotiy sharoitlari o'zgarishi mumkin. Bu esa ularning pensiya miqdoriga yoki turiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, nogironlik pensiyasini olayotgan shaxslar ma'lum muddatdan keyin qayta tibbiy ko'rikdan o'tishlari shart bo'ladi. Agar sizning nogironlik guvohnomangizning muddati tugagan bo'lsa va siz uni aprel oxirigacha yangilamasangiz, may oyidagi pensiya to'lovlari to'xtatilishi mumkin. Yoki agar sizning qaramog'ingizda yangi oila a'zosi paydo bo'lsa, masalan, nabira, bu pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin, lekin buning uchun tegishli hujjatlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etish kerak. Kimlar bunga e'tibor berish kerak? Nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar, agar ularning holati o'zgarishi mumkin bo'lsa, masalan, farzand voyaga yetgan bo'lsa, ammo o'qishda davom etayotgan bo'lsa, shuningdek, shart-sharoitlari o'zgargan har qanday pensioner. Tasavvur qiling, 60 yoshli Gulom amaki 2-guruh nogironi. Uning nogironlik guvohnomasining muddati aprel oyida tugagan edi. U buni unutgan, chunki har yili bir xil sanada yangilardi. Agar u aprel oyining oxirigacha tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan TMEK qayta o'tib, yangi xulosa va guvohnoma olib, pensiya jamg'armasiga taqdim etmas ekan, may oyida uning pensiya to'lovi to'xtatiladi. Chunki jamg'arma uni nogironlar ro'yxatidan chiqarib yuboradi. Shuningdek, agar sizning oila tarkibingizda o'zgarish bo'lsa, masalan, qaramog'ingizda bo'lgan farzandingiz universitetga o'qishga kirsa va siz uning uchun qo'shimcha nafaqa olish huquqiga ega bo'lsangiz, bu haqida aprel oxirigacha xabar berishingiz lozim. Universitetdan ma'lumotnoma olib, pensiya jamg'armasiga topshirishingiz kerak bo'ladi. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Nogironlik guvohnomasi muddati uzoq muddatga amal qiluvchilar yoki pensiya turida hech qanday o'zgarish bo'lmaganlar. Masalan, yoshga doir pensiya oluvchilar, agar ularning oila tarkibida yoki sog'ligida pensiyaga ta'sir qiluvchi o'zgarishlar bo'lmasa, xavotirlanishlariga hojat yo'q. 4-chi narsa. Haqiqiy holatini tasdiqlash, identifikatsiya qilish. Bu ayniqsa uzoq vaqt davomida pensiya jamg'armasi yoki bank bilan shaxsan aloqada bo'lmagan pensionerlar uchun muhim. Ba'zan davlat tizimi pensiya oluvchining haqiqiy borligini tasdiqlashni talab qiladi. Bu asosan firibgarlikning oldini olish, shuningdek, pensiya tizimida mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan o'likjonlarni aniqlash uchun qilinadi. Ba'zi hollarda bu yuzma-yuz tekshiruv, biometrik ma'lumotlarni yangilash yoki hatto mobil ilova orqali video identifikatsiya qilish shaklida bo'lishi mumkin. Hozirda bu tizim barcha pensionerlar uchun majburiy emas, lekin pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida shubhali yoki noaniq ma'lumotlar bo'lsa, sizdan shaxsiy identifikatsiya qilish talab qilinishi mumkin. Kimlar bunga e'tibor berish kerak? Uzun muddatdan beri pensiya jamg'armasi xodimlari bilan muloqot qilmaganlar, bankka bormaganlar, ayniqsa pochta orqali uydan chiqmay pensiya olayotganlar.
Shuningdek, agar sizning ism-familiyangizda, pasport ma'lumotlaringizda kichik o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, lekin bu haqda xabar bermagan bo'lsangiz. Misol uchun, 70 yoshli Zuhra xola qishloqda yashaydi va har oyda pochta orqali pensiya oladi. U bankka ham, pensiya jamg'armasiga ham kamdan kam boradi. Bir kuni uning uyiga mahalla fuqarolar iginidan va pensiya jamg'armasidan vakil kelib, uni identifikatsiya qilishlari kerakligini aytadi. Chunki uning pasport ma'lumotlarida yoshiga oid kichik bir xatolik mavjud bo'lgan. Agar Zuhra xola bu jarayonni o'tkazmaganida edi, may oyidagi pensiyasi vaqtinchalik to'xtatilishi mumkin edi. Shuning uchun, agar sizga pensiya jamg'armasi yoki bankdan shaxsiy identifikatsiya qilishni so'rab murojaat qilishsa, buni aprel oyining oxirigacha amalga oshirish shart. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Bank kartalari orqali faol ravishda tranzaksiyalar amalga oshiradiganlar, banklarning mobil ilovalaridan foydalanadiganlar, yaqinda pasport ma'lumotlarini yangilaganlar yoki pensiya jamg'armasi bilan muntazam aloqada bo'lganlar. Ular uchun qo'shimcha identifikatsiya odatda talab qilinmaydi. 5-narsa. Elektron xizmatlarga o'tish yoki ro'yxatdan o'tish. Raqamlashtirish bugungi kunda juda muhim ahamiyatga ega. Davlat xizmatlari markazlari TXM orqali yoki Mi.Gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali kabi elektron platformalar orqali pensiya bilan bog'liq ko'plab masalalarni hal qilish mumkin. Pensiya jamg'armasi barcha pensionerlarni ushbu platformalardan faol foydalanishga undamoqda. Agar siz hali ham Mi.Gov.uz portalida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, aprel oyining oxirigacha ro'yxatdan o'tish tavsiya etiladi. Bu sizga pensiyangiz holatini onlayn tekshirish, pensiya miqdorini aniqlash, hatto ba'zi arizalarni masofadan turib yuborish imkonini beradi. Kelajakda ko'plab ma'lumotnomalar va hujjatlar aynan shu portal orqali shakllantirilishi mumkin. Agar siz bu portalda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, davlat tomonidan taqdim etiladigan ayrim yangi imtiyozlar yoki xizmatlardan bexabar qolishingiz mumkin. Kimlar bunga e'tibor berish kerak? Hali Mi.Gov.uz portalida shaxsiy kabinetga ega bo'lmagan pensionerlar, shuningdek, farzandlari yoki yaqinlari yordamida raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lganlar. Masalan, 68 yoshli Nodira opa internetdan uncha tushunmaydi, lekin uning farzandlari bor. Agar Nodira opaning farzandlari unga yordam berib, Mi.Gov.uz portalida ro'yxatdan o'tkazishsa, Nodira opa o'z pensiya hisobidagi barcha o'zgarishlarni real vaqt rejimida kuzatib borishi mumkin. Kelajakda ushbu portal orqali ba'zi turdagi pensiya ma'lumotnomalarini ham olish mumkin bo'ladi. Bu esa turli idoralarga borish uchun vaqt sarflashdan qutqaradi. Aprel oyining oxirigacha ushbu portalda ro'yxatdan o'tish kelgusi oy va yillarda pensiya bilan bog'liq muammolarning oldini olishga yordam beradi. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Allaqachon Mi.Gov.uz portalida ro'yxatdan o'tgan va undan muntazam foydalanadiganlar. Shuningdek, internetdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmagan va yaqinlari tomonidan yordam berishga hech kim bo'lmagan pensionerlar uchun bu majburiy emas, lekin baribir qulaylik yaratishi mumkin. Endi esa istisno holatlarga e'tibor berish lozim bo'lgan nozik jihatlarga va kutilmagan qiyinchiliklarga to'xtalib o'tamiz. Birinchi istisno, muddatni o'tkazib yuborsangiz nima bo'ladi? Agar siz aprel oyining oxirigacha yuqorida sanab o'tilgan ishlardan birini bajarmasangiz, pensiyangiz darhol butunlay bekor bo'lib ketmaydi. Ammo uning to'lanishi vaqtinchalik to'xtatiladi. Bu degani may oyida pensiya kartangizga tushmaydi yoki pochta orqali kelmaydi. Sizga bu haqda pensiya jamg'armasidan xabar kelishi mumkin yoki siz o'zingiz bankdan bilib qolishingiz mumkin. Pensiyangizni qayta tiklash uchun barcha kerakli hujjatlarni to'plab, tegishli idoralarga murojaat qilishingiz va barcha talablarni bajarganingizdan so'ng, odatda keyingi oy yoki bir necha hafta ichida to'lovlar qayta boshlanadi. Ammo bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin va bu davrda siz pensiyasiz qolishingizga to'g'ri keladi. Qayta tiklashda odatda o'tkazib yuborilgan oylar uchun to'lovlar ham amalga oshiriladi, ammo bu aniq muddat va tartibga bog'liq. Shuning uchun muddatni o'tkazib yubormaslik juda muhimdir. Ikkinchi istisno, xorijda yashovchi pensionerlar. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lib, xorijda yashasangiz va pensiyani O'zbekistondan olsangiz, siz uchun qoidalar biroz farq qiladi. Bunday holatda yashash joyini tasdiqlash va shaxsiy identifikatsiya qilish jarayoni alohida tartibda amalga oshiriladi.
Odatda siz har yili O'zbekistonning chet eldagi elchixonalari yoki konsulliklariga murojaat qilib, o'z hayotingizni tasdiqlovchi hujjatni, hajot ekanligi haqidagi ma'lumotnoma olishingiz va uni pensiya jamg'armasiga yuborishingiz talab etiladi. Bu jarayonni ham aprel oyining oxirigacha amalga oshirish muhim. Aks holda pensiya to'lovlari to'xtatib qo'yilishi mumkin. 3-istisno, oringa talab qilingan hujjatlarni qanday topish kerak? Ba'zi pensionerlar hujjatlarni yo'qotib qo'yishadi yoki ularning muddati o'tgan bo'ladi. Misol uchun, pasport eski namuna bo'lishi yoki familiyasi o'zgargan bo'lsa, uni yangilash kerak bo'ladi. Bunday holatlarda avval hujjatlarni tartibga solish lozim. Pasportni yangilash uchun Ichki ishlar bo'limiga, nogironlik guvohnomasini qayta tiklash uchun TMIKga murojaat qilish kerak. Bu jarayonlar ham vaqt talab qiladi. Shuning uchun aprel oyi oxiriga qadar bularni ham hisobga olish lozim. 4-istisno, bank xizmatlaridan foydalanishda qiyinchiliklar. Ba'zi keksa yoshli pensionerlar bank ilovalaridan yoki bankomatlardan foydalanishda qiynalishadi. Agar siz ham shunday bo'lsangiz, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki ishonchli yoshlardan yordam so'rashdan tortinmang. Ko'pchilik banklar pensionerlarga maxsus xizmat ko'rsatish oynalarini ochgan. U yerda xodimlar kartani tekshirish, yangilash yoki boshqa masalalar bo'yicha yordam berishadi. Shuningdek, Xalq bankining ko'plab filiallarida pensionerlarga ko'maklashish bo'yicha mas'ul xodimlar mavjud. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak? Endi esa yuqoridagi barcha ma'lumotlarni hisobga olgan holda aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Siz nima qilishingiz kerak? 1. Bank kartasini tekshirish va yangilash. Birinchi qadam, hozirroq o'zingizning bank kartangizni qo'lingizga oling va uning yuzdagi yaroqlilik muddatini, masalan, oq-tort 24 tekshiring. Agar bu muddat aprel oyining oxiriga to'g'ri kelsa yoki undan avvalroq tugagan bo'lsa, zudlik bilan harakat qiling. Ikkinchi qadam, pensiyangizni olayotgan bankka, masalan, Xalq banki, Agrobank yoki boshqa bank boring. Pasportingizni o'zingiz bilan olishni unutmang. 3-qadam, bank xodimiga kartangizning muddati tugaganligini yoki tugash arafasida ekanligini ayting. Yangi karta olish uchun ariza yozing. Odatda yangi karta bir necha kun ichida tayyor bo'ladi. Ba'zi banklar hatto shu kunning o'zida ham berishlari mumkin. Bu xizmat odatda bepul. 2. Yashash joyini tasdiqlash. Birinchi qadam, agar siz doimiy propiskangizdan boshqa manzilda yashayotgan bo'lsangiz yoki sizga bu borada pensiya jamg'armasidan shubha tugilganligi haqida xabar kelgan bo'lsa, chora ko'ring. Ikkinchi qadam, o'zingizning yashash joyingizdagi mahalla fuqarolar uyiniga murojaat qilib, haqiqiy yashash joyingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma oling. 3-qadam, ushbu ma'lumotnoma va pasportingiz bilan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Vaziyatni tushuntiring va ma'lumotlarni yangilashingizni so'rab ariza yozing. 3. Pensiya turini qayta ko'rib chiqish qo'shimcha hujjatlar topshirish. Birinchi qadam, agar siz nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz, nogironlik guvohnomangizning amal qilish muddatini tekshiring. Agar u aprel oyida tugasa yoki tugash arafasida bo'lsa, darhol harakat qiling. Ikkinchi qadam, tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan, TMIK, qayta tibbiy ko'rikdan o'ting va yangi xulosa oling. Bu biroz vaqt olishi mumkin, shuning uchun zudlik bilan boshlang. 3-qadam, yangi xulosa va pasportingiz bilan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Hujjatlaringizni yangilating. Agar boshqa holatlar bo'yicha, masalan, qaramog'idagi oila a'zolari o'zgarishlar bo'lsa, tegishli ma'lumotnomalar, masalan, o'qish joyidan ma'lumotnoma va pasportingiz bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. 4. Haqiqiy holatini tasdiqlash, identifikatsiya. Birinchi qadam, agar sizga pensiya jamg'armasidan yoki bankdan shaxsiy identifikatsiya qilishni so'rab xabar kelgan bo'lsa, bunga beparvo qaramang. Ikkinchi qadam, pasportingiz bilan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga boring. Agar sizga bank orqali identifikatsiya qilish talab etilsa, bankka boring. 3-qadam, xodimlarga o'zingizni identifikatsiya qilish uchun murojaat qiling. Ular sizning ma'lumotlaringizni tekshirib, zarur bo'lsa, barmoq izlaringizni olishlari yoki rasmingizni olishlari mumkin. 5. Elektron xizmatlarga o'tish ro'yxatdan o'tish.
Birinchi qadam. Agar sizda hali Mi.Go.uz portalida shaxsiy kabinet bo'lmasa, bu xizmatdan foydalanishni o'rganing. Ikkinchi qadam. O'zingizga yaqin bo'lgan davlat xizmatlari markaziga dixim boring. Pasportingizni o'zingiz bilan oling. Uchinchi qadam. Dixim xodimidan sizni Mi.Go.uz portalida ro'yxatdan o'tkazishni va shaxsiy kabinetga kirish uchun login va parol olishga yordam berishni so'rang. Bu xizmat odatda bepul. Agar sizda mobil telefon bo'lsa, mobil ilovalar orqali ham ro'yxatdan o'tish mumkin. Agar o'zingiz qila olmasangiz, farzandlaringizdan yoki nabiralaringizdan yordam so'rang. Aziz do'stlar, ushbu 5 ta muhim qadamni aprel oyining oxirigacha bajarish orqali siz may oyida pensiya to'lovlaringizni hech qanday muammosiz va uzilishlarsiz olishingizni ta'minlaysiz. Bu oddiy, lekin juda muhim choralar sizni ortiqcha boshog'riq va stressdan qutqaradi. Shunday qilib, bugungi videomizda biz har bir pensioner aprel oyining oxirigacha amalga oshirishi shart bo'lgan 5 ta eng muhim ishni batafsil ko'rib chiqdik. Bank kartangizni tekshirish, yashash joyingizni tasdiqlash, pensiya turini yangilash, shaxsingizni tasdiqlash va elektron xizmatlardan foydalanishga o'tish. Bularning barchasi sizning moliyaviy barqarorligingiz va xotirjamligingiz uchun zarur. Bu ma'lumotlarni o'zingizning yaqinlaringizga, qo'shnilaringizga, do'stlaringizga ham yetkazing, chunki ko'pchilik bu haqida bilmasligi mumkin. O'z fikrlaringizni, savollaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Ushbu videoga like bosing va agar hali ham kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalimizda sizni pensionerlar uchun eng dolzarb va foydali ma'lumotlar kutmoqda. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.